Surxondaryo deganda avvalo ulug' aziz avliyolar, mard va oliyjanob, oriyatli el yashaydigan tabarruk zamin ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev san'at va musiqani chin dildan sevadigan, ijod ahlini yuksak qadrlaydigan Surxon eli ushbu anjumanni katta shod-u xurramlik bilan kutib olmoqda. Bepoyon qir adirlarda baxshlardan doston va termalar tinglagan inson bu diyorga umrbod maftun bo'lib qoladi. Barchangizga sihat, salomatlik, oilaviy baxt, yangi yutuqlar tilayman. Surxondaryoni mana shunday bayramlari ko'p bo'lsin, to'ylarga kelish hammamizga nasib qilsin.